Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, qadrdonlar. Biz Asakani Qoratepa degan joyda yana bir xonadonimizni tunaka qo'yishini boshlaganmiz. Xudo sizlarga hozir qilayotgan ishlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Xizmatimiz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha jami xarajat ichida qilib beramiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Sizlarga qo'ldan kelgancha ishlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Qadrdonlar, bizni kuzatib boruvchi yurtdoshlarimiz, yana bir xonadonimizni tunaka fonishini Asakani Qoratepa degan joyda boshlaganmiz. Xudo xolasa bugun 2-kun. Ishlar jarayonlar ketyapti. Hozir sizlarga ishlash jarayonlarimizdan ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa bu xonadonimizni bitgandan keyin ham xudo xolasa bir 2 kun 3 kunligi qoldi. Bitgandan keyin ham xudo xolasa sizlarga ishlarimizni bitgan holatini ko'rsatib o'tamiz. Xudo xolasa xizmatlarimiz vodiy bo'ylab 120 mingdan 140 ming so'mgacha qilib beramiz. Bu xonadonimiz ko'cha tomonlari tarnovlar qo'yilyapti. Bu joylarimiz ham yopilib o'tib ketadi. Ko'riplar bilan chiroyli holatda, karnizga shunaqa skromniy holatda bo'lyapti. Va darvozaxonamizga kiramiz. Darvozaxonamiz oq fasonda bo'lyapti. Endi 2026-yilda hali hamma aytyapti, trendga aylanayotgan oq fasonlarimizdan. Xudo xolasa bu darvozaxonamizni oq fasonda qilib beryapmiz. Va ichkari o'stirma shapkamiz ham bor. Ichkari o'stirma shapkamiz, ko'cha tomonimiz va darvozaxonamiz. Keyin darvozaxonaning anaqa bolachig'i bor, koridorchasini ham qilib beramiz. Bu regellarimiz polniy o'ralib, tunakadan o'ralib o'tib ketadi. Ko'cha tomoni, darvoza tomoni ham, nari tomoni darvozani tagiga xudo xolasa oppoq tunakamizni o'rab o'tib ketamiz. Bizni kuzatinglar, xudo xolasa sizlarga qilayotgan ishlarimizni hammasini imkon boricha ko'rsatishga harakat qilamiz. Bu xonadonimiz ham bitgandan keyin hamma yo'g'ini bir qator ko'rsatib, nech pulga bitgan, nech puldan bo'lyapti, hamma yo'g'ini aytib o'tamiz. Bu xonadonimizni 04 lista qilyapmiz. Oq, mokri ranglarimizdan ishlatyapmiz. Boshqa tilla, unaqa har xil ranglar ishlanmayapti. Bu xonadonimizning ichkari o'stirma shapkasi bu tomondan tarnovda chekasidan devorgacha 1.50 lik shapka. Shuni hisobiga 36 lik patnisimizdan qo'yganmiz. 56 likdan ko'ra 36 lik sal yaxshiroq bo'ladi. Burchaklarimizga ham bir e'tibor berib qo'yasizlar. Xudo xolasa chiroyli holatda bu xonadonimizni ham bitkizib beramiz. Ishonchli tanlov, sifatli tunaka fon xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Biz aloqadamiz har doim. WhatsApp, Telegram, imo hamma yo'q bor. Chetdagi odamlarga haligi Max degan ilova ham bor ekan. Shu narsalarimiz ham bor. Bemalol yozaverasizlar. Maslahatlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimizni ekranlarga qo'yib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.